Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini zamonaviy texnika bilan ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. G'alla 2026 mavsumi arafasida hududlarga yuqori unumli yangi kombaynlar yetkazib berish jadal davom etmoqda. Ushbu ishlarni o'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati tizimidagi Avtosanoat agrolizing mas'uliyati cheklangan jamiyati amalga oshiryapti. Bu fermerlar uchun qulaylik yaratibgina qolmay, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Prezidentimizning qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlashga oid qarorlari asosida g'alla 2026 mavsumi uchun mamlakat hududlariga 185 ta zamonaviy g'alla o'rish kombayni yetkazib berish boshlandi. Umumiy qiymati 458,5 milliard so'm bo'lgan ushbu texnikalar yuqori unumdorligi, iqtisodiy yoqilg'i sarfi va mahalliy iqlim sharoitiga moslashgani bilan ajralib turadi. Avtosanoat agrolizing qaror ijrosini o'z vaqtida ta'minlash uchun tizimli ish yuritmoqda. Hududlardan kelgan talabnomalar asosida shartnomalar tezkorlik bilan rasmiylashtirilmoqda. Shartnoma tuzish jarayonida shaffoflikka alohida e'tibor berilgan. Barcha hujjatlar compliance nazoratidan o'tkazilib, ochiqlik va adolat tamoyillari saqlanmoqda. O'tgan yilda nisbatan oladigan bo'lsak, bu yilda 72 dona g'alla o'rish kombayni yetkazib bergan bo'lsak, bu yil qariyb 2,5 barobar ko'p 185 dona g'alla o'rish kombaynlari lizing asosida 10 yil muddatga 7% imtiyozli foizlarda fermer xo'jaliklariga yetkazib berilmoqda. Bundan asosiy maqsad fermer xo'jaliklarining mablag'larini tejab, boshqa yo'nalishlarga ushbu mablag'larni yo'naltirish hisobiga qishloq xo'jaligi korxonalarini rivojlantirish hisoblanadi. Lizing shartlari fermerlar uchun juda qulay. Texnika qiymatining 20% boshlang'ich to'lov sifatida amalga oshiriladi. Qolgan 80% esa 10 yil muddatga, yiliga 7% imtiyoz bilan to'lanadi. Bu fermer xo'jaliklarining moliyaviy yukini sezilarli darajada yengillashtirib, mablag'larni boshqa ehtiyojlarga samarali yo'naltirish imkonini beradi. Jizzax viloyati Zafarobod tumani Forish yo'llari fermer xo'jaligi rahbariman. Hozirgi damda Avtosanoat agrolizingdan 10 yil muddatga lizing asosida 7% miqdorda yuqori unumdorlik kombayn olib ketmoqdaman. Hamma hujjatlar bir kunda bitdi. Birinchi to'lov 20% to'ladik. Hozir olib chiqib ketmoqdaman. Bunday sharoitlarni yaratib berayotgan yurtboshimizga rahmat. O'tgan yili Avtosanoat agrolizing 72 ta kombayn yetkazib bergan bo'lsa, bu yil ushbu ko'rsatkich qariyb 2,5 baravarga oshib 185 taga yetdi. Biz Jizzax viloyatining Arnasoy tumanidan keldik. Tashkilotimiz nomi Nyu-Tugana MChJ, Toshkent shahridagi Avtosanoat lizing MChJ bilan shartnoma asosida 10 dona dominator 260 rusumli g'alla o'rish kombayni xarid qilish shartnomalari tuzib, mana bugungi kunda mana ikkitasini olib ketyapmiz, yana 8 rejalashtirilgan. Bu uchun davlatimiz rahbariga ming rahmat, chunki foizlari bizga juda ma'qul. Hozirda kombaynlarning dastlabki partiyasi Jizzax, Buxoro va Xorazm viloyatlariga jo'natilmoqda. Texnikalarning barchasi mavsum boshlanishiga qadar egalariga topshiriladi. Avtosanoat agrolizing mutaxassislarining ta'kidlashicha, barcha 185 ta kombayn belgilangan muddatda g'alla 2026 mavsumi boshlanishiga qadar hududlarga to'liq yetkazib beriladi. Bu esa g'alla yig'im-terim ishlarini o'z vaqtida va yuqori sifatda amalga oshirishga mustahkam zamin yaratadi. Natijada fermerlar mavsumga tayyor, zamonaviy va raqamli nazorat tizimi bilan jihozlangan texnika bilan kirmoqdalar. Bu esa yurtimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi navbatdagi muhim qadam deyish mumkin.